Assalomu alaykum. Xo'p, bugungi darsda xudo xolasa bo'lgan skrit qilish yo'qida, временный skrit yo'qida, izolyatsiya o'shalarni birma-bir tushuntirib o'taman. Qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Misol uchun mana bu obyektni ko'rsak, bunga eshik qo'yishim mumkin yo'qida oyna qo'yishim mumkin. Har xil oyna, farqi yo'q, qanaqa oyna qo'yishimda. Eshiklarni ham qo'yib qo'yaman. Internet orqali ham ko'rishim mumkin qanaqa oyna yo'qida, qanaqa eshik qo'yganligimni. Devorimni 300 barralik to'g'irlab qo'ying, чтобы oson ko'rinish uchun. Mana, eshik, oyna hammasi ko'rindi. Zalivga qo'ysam, xohlasam mana bu holatda ko'rishim mumkin. Xo'p, endi izolyatsiya yo'qida skrit qilish nima uchun kerak? Skrit qilish odatdagidek o'z nomi bilan aytib turibdi. Buni xohlasak yashirib qo'yishimiz mumkin. Devorni o'zi yo'qida eshik, oynani o'zini misol uchun. Yo'qida временный skrit qilib qo'yish mumkin. Временный nimaga kerak? Misol uchun aytaylik, qaysidir joyda ishlayotgan paytingizda patolog, misol uchun mana bu kvartirada ishlayotgan paytimda patolog turadi. Patolog turgan bo'lsa yo'qida mashina pol qismi turgan bo'lsa, misol uchun mana buni kopiya olib tepaga qo'ysam, men ichki qismini ishlayotgan bo'lsam, 3D orqali ko'rmoqchi bo'lsam, o'sha paytda menga временный skrit yo'qida doimiy skrit kerak bo'ladi. Misol uchun, временный skrit shu paytda ishlatishim uchun, mana buni vaqtincha yashirishim uchun tanlagan holatingizda mana pastki qismda mana ko'zoynakda rasmi bor. временный skrit izolyatsiya degan bo'limi bor. Prosta shuni bossanglar, mana bu joyda skrit element, izolировать element, skrit kategoriya, izolировать kategoriya degan yozuv bor. Skrit element qilsak, bu element bo'yicha skrit qiladi. Element, kategoriya deb yozib qo'yganlar, bu nimaga? Kategoriya. Biz odatda, misol uchun, ajratamiz. Pol, eshik, devor, oyna deb ajratamiz. To'g'rimi? Ya'ni mebelda alohida mebel deb ajratamiz, polni pol deymiz, devorni devor deb ajratyapmiz. Revit ham xuddi shu shaklda hamma narsani ajratadi. Devorni devor, eshikni eshik, oyna, перекрытие, pol, hammasini shunaqa qilib ajratadi. Demak, bu narsani kategoriya deyishadi. Ya'ni buni kategoriyasi перекрытие, tagidagi ham перекрытие. Mana bu devor. Bu oyna. Bu eshik. Kategoriya deb shuni aytiladi. Ya'ni misol uchun mana buni bosib turib element bo'yicha qilsam, faqatgina shu elementni o'zini skrit qiladi. Skrit bo'lgan holatda sezib turibsizlar, mana chekka qismda mana bu ko'rish view modelimda, view ko'rinadigan joyda, mana bu joyda ko'k yondi va временный skrit yoki izolyatsiya holatda turibsan deyapti. Ko'pincha shu holatda ba'zilar chiqa olmay qoladi. Qanaqa qilib orqaga qaytarsam bo'ladi degan tushunchalar ham paydo bo'ladi. O'sha paytda prosta mana bu ochkini yana bosamiz. Восстановить исходный вид degan yozuv bor. Prosta bossak orqaga qaytadi. Kategoriya nima endi? Tanlagan holatimizda tanlab turib, skrit kategoriya bo'yicha desam, tagidagi bilan bir xil qiladi, yo'qotadi. Bu yerda nechta pol ishlatgan bo'lsam, misol uchun 10 ta pol ishlatsam, hammasini skrit qiladi. Временный skritda turadi. O'sha holatda ko'rishim mumkin, чтобы skrit holatda turganligini. Endi buni skrit bo'lganmi, bo'lmaganmi, yoki skrit holatda turibdimi, misol uchun skrit qilganim bilan aynan shularni tekshirmoqchi bo'lsam, mana bu yerda lampochkasi bor. Показать skrit elemenты, skrit elementi degani bor. Lampochkani bossak, skrit bo'lgan elementlarni sal-pal yorug'likda ko'rsatadi. Unja misol uchun ekranda sizlarda yaxshi ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi, yaxshi bilmayapman. Misol uchun mana buni alohida ko'rsatadi menga. Shu holatda ko'rsatib beradi menga. Mana bu o'rtada turgan qizilga e'tibor bermanglar, bu 0 nuqta hisoblanadi. Xo'p, yana bir marta orqaga bosaman, misol uchun lampochkani orqaga qaytadi. Yana o'sha ko'zoynakni bosib, восстановить исходный вид qilsam orqaga qaytib beradi. Endi izolировать element nimaga kerak? Misol uchun mana bu devorda hozir mana bu hammasi turibdi-ku. Misol uchun 4 ta devor, 2 ta перекрытие, 2 ta eshik, 2 ta oyna turibdi bu yerda. Menga misol uchun mana bu devor ustida ish bajarmoqchiman. Orqa tarafi ham ko'rinsin degan maqsadda. Unda nima qilsam bo'ladi? Vaqtincha ishlab turishim uchun. O'shanda ham izolировать element degan narsa bo'ladi. Izolyatsiya qilish nima? Mashina tanlagan narsamdan boshqa hammasini skrit qiladi. Faqatgina mashina o'zini ko'rsatadi menga. Mana. Yana ko'zoynakka kiramiz. Izolировать element qilsak, faqatgina shu elementga oid narsani skrit izolyatsiya qiladi. Bitta bosaman, mana. Qaranglar, e'tibor bersangiz,
oyna yoki eshikni, oynalarni misol uchun chiqarmadi. Faqatgina devor tanladim, devorni o'zini qilib berdi menga. Ya'ni element bo'yicha qilib beryapti. Shuning uchun tak. Mana shu holatda xohlasam misol uchun bu tarafdan, xohlasam bu tarafdan biron bir amal bajarmoqchi bo'lsam yoki ko'rmoqchiman, tekshirmoqchiman bo'lsam, o'shanda bemalol ishlatsam bo'ladi. Orqa qaytarish har doimgidek восстановить vid deymiz. Tanlab turib, misol uchun oynani tanlab turib, misol uchun izolavit kategoriya qilsam, faqatgina shu ikkita oynani chiqarib beradi. Mana buni tanlamagan bo'lsam qilib berdi. Sababi kategoriyasi ikkalasi bir xil. Tanlasam, okno kategoriyasida turibdi. Demak, oson bu ajratish. Menimcha shunday deb o'ylayman. Bu временный hammasi. Mana bularning hammasi восстановить qilganlarim hammasi временный. Sababi bularni misol uchun bosyapman, skript qilyapman, tepada mana bu ko'k yonib chiqib turibdi, to'g'rimi? Mana bu временныйda turganligini bildiradi. Orqaga qaytarsam mana временныйdan chiqding deydi. Endi doimiy skript qilish qanday? Buni bir necha xil uslublari bor. Kategoriya bo'yicha, tip bo'yicha yoki filtr ishlatib yoki shu vidda turgan holatda shu vid uchun skript qilib qo'yishimiz mumkin. Shunaqa uslublari bor. Birma-bir ko'rsataman. Avval shu tip bo'yicha, ya'ni shu vidda turgan holatda qanaqa skript qilish uslubi bor. Skript yoki izolyatsiya qilish uslublari bor. Izolyatsiya shart emas, skript qilish izolyatsiya, doimiy izolyatsiya yo'q, временный izolyatsiya bor, lekin doimiy skript qilish bor. Xo'p. Misol uchun mana bu element tanladim, doimiy skript qilib qo'ymoqchiman. Mana chekka qismda ko'rinib turishi shart emas. Shuning uchun shuni tanlagan holatda sichqonchani mana chap tarafi bilan tanladim, to'g'rimi? O'ng tarafi bilan bosaman. Misol uchun o'ng tarafi bilan bosaman. Tepada script pre-prosmotr degani bor. Bunda ham element bo'yicha, kategoriya bo'yicha, bu filtr bo'yicha degani bor. Element bo'yicha nima? Hozir aytganimdek, faqatgina shu elementni o'zini, tanlagan elementimni o'zini faqat skript qiladi. Kategoriya esa hozir aytganimdek, pol kategoriyasiga nima kirsa, ya'ni periketi kategoriyasiga qaysi kirsa, hammasini skript qiladi. Element bo'yicha qilsam, mana skript bo'ldi, lekin chekka joyda yozuv chiqmadi. Sezildi. Hech narsa sezilmaydi. Bu yerda skript bo'ldimi, bo'lmadimi, sezmayman. Qachon sezishimiz mumkin? Har doimgidek lampochkani yoqasizlar. Menda pastda lampochka bor. Показать скрытый element desak, yoqsak, bizga bu safar mana qizil rangda ko'rsatib beradi menga. Shu holatda, ya'ni polim, ya'ni periketam skript turgan edi. Orqa qaytarish uchun xuddi shuni bosasizlar, tepada показать element degan chiqadi. Yoki-da yana tanlagan holatda o'ng tarafini bosasizlar, показать при просмотр degani bor. Element bo'yicha qildim, element bo'yicha qaytaraman. Lampochkani o'chirsam mana qaytadi. E'tibor beringlar. Element bo'yicha qildim, element bo'yicha skript qildim, element bo'yicha qaytara olaman. Kategoriya bo'yicha, misol uchun kategoriya bo'yicha skript qildim, lekin element bo'yicha qaytara olmayman. Tushunarli? Ya'ni mana misol keltiraman. Mana buni skript qilaman kategoriya bo'yicha. Mana tepa past ketdi. Kamerani, lampochkani yoqaman. Faqat pastini o'zini yoqmoqchi bo'lsam, qaranglar. Показать element endi o'chik. Faqatgina показать kategoriya bor. Kategoriya. Men показать skript kategoriya bo'yicha yopdim. Endi показать kategoriya bo'yicha yoqa olaman. Element bo'yicha yoqa olmayman. Tanlasam ham farqi yo'q. Показать kategoriya qilsam, tepa past yonadi. Lampochkani yoqsam, qaranglar mana. Buni iloji yo'q, ya'ni element bo'yicha qilishingiz kerak. Alohida tanlab turib ham qilsangiz bo'ladi element bo'yicha. Shunda xohlasangiz pastdagini alohida yoqasiz. Tepadagini alohida yoqasiz. Shu shaklda qilsangiz bo'ladi. Tushunarli? Shu. Endi bu shu joyda turgan holatda skript qilishni tushuntirdim. Skript element kategoriya bo'yicha, bu filtr bo'yicha ham qilsanglar bo'ladi. Botga endi bu filtr bo'yicha botdan emas, boshqa joydan qilsak ham bo'ladi. Xo'p. Endi kategoriyasi bo'yicha qanaqa qilib skript qilsak bo'ladi? Umumiy hammasi, misol uchun har bittasini tanlab yoki har bittasini bunaqa qilib chiqa olmaymiz desanglar, umumiy shablonli bo'lish uchun mana bu joyda переопределение видимости degani bor. Izminitga o'tamiz. Перекрытие tipi deydi yoki oynani. Misol uchun oynani. Pastga tushsam, kategoriya bo'yicha tushib ketadi. Pastga tushsak, oynani topamiz. Mana oyna. Mana bu pitechkasini o'chirib qo'ysak, skript bo'ladi. Видимость bu yerda. Принимить. OK qilsam, skript bo'ladi. Mana oyna skript bo'ldi, lekin joyi qoldi. Yana ko'rmoqchi bo'lsam, lampochkani bosib ko'rishim mumkin. Skript bo'ldimi, bo'lmadimi? Orqa qaytaman. Mana shu shaklda.
qaytarib qo'ymoqchi bo'lsak, yana xuddi shu shaklda oknoni yoqib qo'yaman. Bo'ldi. Endi filtr bo'yicha tushunchasini beraman. Menimcha buni tushundinglar. Tanlab o'tirishinglar shart emas. Переопределение videomizga o'tib turib, kategoriyasi bo'yicha skript qilasizlar. Qaysi birini tanlab turib skript qila olmaysizlar. Qaysi birini tanlab qilib skript qilmoqchi bo'lsanglar, misol uchun oyna misol uchun mana bunaqa tipdan, mana bu kichkina, bu katta-ku. Bunaqa tipdan 10 ta qo'yildi yokida juda ko'p qo'yildi. Misol uchunda butga kichkinadan ham qo'ydik. Lekin menga mana faqatgina mana shu tipdagi oynadagi mana shu tipdagi, ya'ni shu balandlikdagi oynalarni faqat skript qilmoqchiman. Buning uchun nima qilishim kerak? Tanlab turib mana bu joydan kategoriya bo'yicha qilsam oynalar yo'q ketadi hammasi. Yokida bittalab tanlab chiqaman desam, bu to'g'ri tanlab chiqishim mumkin, lekin bunaqa ishdan agar har bitta qavatda yokida juda ko'p bo'lib ketsa, lekin mayda ish bo'lib ketadi. Uning uchun nima qilish mumkin? O'sha paytda filtr degan bizga komanda yordam beradi. Uning uchun filtr ishlashdan oldin oynani nomi yokida modeli nomlanishi bo'yicha ajratib ko'rsatishim kerak. Esinglarda bo'lsa, misol uchun tanlab, okno izmenit tipga kirib, ichiga kirib ko'rsatgandim. Esinglarda bo'lsa, model bo'yicha nomlanishi bor. Misol uchun mana nimadir nomlanish bilan ajratib ko'rsatishimiz mumkin dedim. Misol uchun modeliga 14 yokida 12 yokida OK deb qo'ymanda, okno 1 degandek. OK qilsam, tip bo'yicha o'zgartirdim bolalar. Shunda misol uchun mana bu tipga, mana buni ham tanlasam, misol uchun bir xil. OK 1. Endi filtr qanaqa ishlaydi? Yana переопределение videomizga o'tib, eng mana kategoriya bo'yicha qator bo'yicha eng oxirgi o'taman, filtr bo'limiga добавить qilaman. Изменить создать и nomini beraman. Misol uchun hozirgidek OK 1 deb qo'yaman. Nomini, filtr nomini OK. Endi nima kategoriya bo'yicha? Okno bo'yicha deyman. Okno tanladim. OK deyman. Skript qilamiz. Bo'ldi. Dverlarni yonib qolgan ekan, demak, dverlarni o'chirib tashlashim kerak. Mana bu patnos e'lonni o'chirib tashlayman. Bo'ldi. Oknoning o'zi qoldi shunda. Endi okno bo'yicha mana bu okno nimasi bo'yicha ajratay deyapti. Hozir biz modeliga yozdik-ku, OK 1 deb. Buni ham modeliga kiraman. Ravno deyman. Shu bo'yicha ne ravno qilib qo'ymaylar. Ravno qilamiz. Bossak mana OK 1 chiqib keladi o'zi. Okno 1. Bitta bosaman, OK. Yana bir marta buni bosib, OK qilsam, mana chiqib keladi. Endi mana bu videomizdan o'chirib qo'yamiz bitishkasini. OK. Mana faqatgina shu oyna tipidagi hammasi o'chib ketadi. Skript bo'lib turadi. Buni ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, lampochkani yoqsanglar, ko'rinmaydi lekin bunda. Ko'rish uchun filtr bormi yo'qmi tekshirasizlar har safar bu narsalarga. Filtr bor bo'lsa, yoqib qo'yasizlar. Yokida bu filtrni umuman o'chirib tashlaysizlar, ishlashi to'xtaydi. Mana shu narsa. Hozircha mana shularni tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarni faqat shular edi. Skript, izolyatsiya, временный izolyatsiya, filtr, videomiz shu oyga ishlasanglar bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa like. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, komment yozsanglar bo'ladi. Hammanglarga rahmat.